Gemoparez bilan tashxislangan bolalar uchun uy sharoitida eng foydali mashqlar. Birinchi mashqimiz bu koptokda, ya'ni qo'l uchun qilinadigan mashq. Shunga o'xshash yoki boshqacha tikonli yoki plastmassali koptoklar ham bo'ladi. Bu bo'yicha Xushnudbek degan patsientimiz yordam beradi bizga. Qo'l bilan ushlab, ikkita qo'l bilan ushlab va uni birlashtirib bir tomonga, chap tomonga aylantiramiz. Bilak ishonishi kerak bo'yicha, bilak ishonishi kerak va xuddi shu shaklda chap tomonga aylantiramiz. Shu qismda gemoparez kasalligida qo'llarimizda kontraktura, ya'ni deformatsiya bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha bu yordam beradi bu mashqlar. Ikkinchi mashqimiz ham koptok bilan bajariladi. Bunda bolani ham fikrlash, ong o'sishiga yordam beradi va qo'l harakat tayanchiga ham yaxshilanadi. Ushlagan holatda ikkinchi odamga yuboramiz. Uchinchi mashqimiz qum qopchalari bilan qilinadigan mashq. Ya'ni qum qopchalarimizni bolani holatiga qarab, yoshiga qarab turib tanlaniladi. 200 grammdan 500 grammgacha taqib, oyog'imizga taqib va harakatlanish, ko'proq yurish tavsiya qilinadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmaymiz. Keyingi videolarimizda yanada ko'proq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz.